Xayrli kech qizlar, ko'pchilik so'rashibdi, qo'lingizda nalichi bor koreyskiy kosmetikalaringizdan video obzor qilib bering. O'zimiz so'raganimizga taalluqlisi bo'lsa olamiz deb qo'limda hozir borlari mana shular. Xudo xohlasa yana 1-2 kunda kosmetikalarimiz nalichida bo'ladi. Zakaz berganmiz. Kechaga chiqaran yana zakaz berdik. Xudo xohlasa mana shu hafta oxirigacha to'liq kosmetikalarimiz nalichi qo'limizda bo'ladi. Hozir qo'limda nalichi kosmetikalardan Lala Respey'ni Yuzu brendidan, ya'ni mana bu Yuzu firmasidan vitamin C'li kremlarimiz bor. Buning tarkibida qisman penkasi bor, yuzni tozalab beradi, yuzni yarqiratib, zo'r holatga olib keladi, yuzni alohida parvarish qiladi, poralarni yopib beradi. Juda ham effekti zo'r qizlar. Boshqa kremlardan ishlatardim. Men o'zim ham kechadan boshlab Lala Respey'ni ishlatishni boshladim. O'zimning naborlarim tugaganidan keyin Lala Respey kremiga o'tdim. O'zi 1 kunlik natijada yuzimni juda ham zo'r qilib berdi. Effekti juda ham zo'r. O'zi bittada effektini sezasizlar, olib ishlatib ko'rsalaringiz. Keyin Lala Respey'ni mana bunaqa variantidan bor. Bu o'g'ri, dog', donacha, yuzdagi muammolar hammasiga qarshi kurashib beradi. Bu bilan yuzdagi o'g'rilarni yopib olganlaringizdan so'ng bemalol bu kremni surtsalaringiz bo'ladi. Yuzga alohida e'tibor bilan parvarish qiladi. Keyin baby kremlarimizdan. Bu ham Koreyaniki, bemalol kodlarini tekshirib ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Chunki ko'pchilik so'rashadi, originalmi o'zi haqiqatan Koreyaniki, ishtiroq kodlarini tekshirib ko'rsam deb bemalol tekshirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Keyin Accesswine serumidan bor. Bundan 2 dona nalichida bor qizlar. 2 dona bor. Narxlarini ham alohida yozib tashab qo'yaman. Keyin intim oqartiruvchimizdan 1 dona nalichida bor. Bu ham original koreyskiy. Bemalol olsalaringiz bo'ladi. Sesi Ronas kremimizdan 1 dona nalichi qo'limda bor. Faqat 1 dona qolgan. Zakazga xudo xohlasa 1-2 kunda kelib qoladi. Originalni, bu ham qanaqa vazifani bajaradi? Buning tarkibida juda ham ko'p moddalar bor. Asosan bu Sesi Ronasimizda SPF o'zida qizlar, juda ham zo'r. Yuzlaringizga shunaqangi mayinlik bilan singadi. Umuman alohida krem surtgandek ajralib qolmaydi. Juda ham zo'r turadi yuzda. Keyin qizlar jonlar, Selimax retinolimizdan ham bor. Bu 100% ajinlarga qarshi kurashib beradi. Bemalol ajin tushayotgan joylarga, burishgan joylarga, ko'z oldilariga, yuz sohalariga, burun oldi chuqurcha bo'lib qolganlariga hammasiga ishlatilsa bo'ladi. Sostavni ishlatiladi. Bu 1 kun suriladi, 1 kun surilmaydi. O'zi dozasi, korobkasida ham nimasi bor, qo'llanmasi bor. Ochganlaringizda ichida korobkasida alohida o'zi qo'llanmasi bo'ladi. Bundan ham 1 dona nalichida bor. Keyin Absolut kollagenimizdan bor qizlarjonlar. Bu juda ham zo'r, biotin, baliq kollagen deydi. Organizmga qonun foyda, asosan ko'zlaringiz nuriga juda ham zo'r foyda beradi. Ko'z nuri keskin pasayib ketadiganlar bundan aytsa, ko'z nurini tiklab beradi, suyaklarni mustahkam qiladi, aqliy faoliyatni oshiradi, xotirani kuchaytiradi, tanaga immunitetni oshirib beradi, quvvat beradi. Juda ham zo'r. Bu kollagenimiz ham halol azizlar, bemalol olib ichsalaringiz bo'ladi. Keyin 1 donagina laktafetimiz bor, ozdiruvchi laktafetimiz bu ozdirish uchun 100% ishlab beradi. Bu ham halol, bemalol ichsalaringiz bo'ladi. 60 talik, bemalol 2 oyga yetkazsalaringiz bo'ladi qizlar, juda ham zo'r. Buni asosiy vazifasi ozdirish bo'lsa, keyingi yo'nalishda organizm uchun kerakli bo'lgan barcha vitaminlarni o'zida to'plagan kollagen qizlar. Bu siyoh rangli kollagenimiz juda ham zo'r. O'zi ichib ko'rganlar biladi. Buni atsivlarini ham kanalga joylaganman. Xullas mana shular qizlar, meni qo'limda nalichi bor narsalar. Bitta laktafet siyoh rangidan ozdiruvchidan bor. Biotin baliq kollagenimiz, absolut kollagen ham deyiladi. Bundan ham bor. Va Accesswine serumidan ham nalichida 2 dona qo'limda bor. Retinol bor, 1 dona bor va intim oqartiruvchi. Bu intim oqartiruvchi 100% effekt bildiradi. Qoraygan barcha joylarni oqartirib beradi. Bundan tashqari teri sohangizga ham yubka qilib sursangiz, teri sohangizda ham qorachadan kelgan pigmentlarimiz bo'lsa, o'sha yuzlarini oqartirib beradi.